o'shani tushunib yetsa, kasallik 50% tuzalgan bo'ladi. Ko'p kishi o'sha qabrimizda o'tirgan joyini o'zida chiqib ketmasdan, "Uje men kasalligimni tushundim, deyarli tuzaldim" deb chiqib ketadi. Yurak urib ketib, tomoqqa narsa tiqilgandek bo'lib, xuddi bir yong'oq tomog'im tiqilib turibdi, ketmayapti degan shikoyatlar bilan ko'p bemorlar keladi. O'zi talaba leksiya eshitib turibdi, belgilarni eshitgandan keyin o'zida shu kasallik bor deb o'ylayapti. Borib tekshiryapti. Ularda o'limdan qo'rquv yuqori. O'lib qolaman, meni vrachlar topa olmayapti tashxisimni, menda qanaqadir og'ir kasallik bor deb qidiraveradi. Inson miyasiga birinchi zarba beradigan gap shu yurak qon tomiridan o'tibdi, infarkt bo'ldi degan gapdan qo'rqadi. Hech qanday vrachni tekshiruvsiz borib MRT qilib qo'yishadi. Sabab o'sha miyasida menda onkologik holat yo'qmikan degan fikr keladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz funksional kasalliklar, ya'ni psixosomatik kasalliklar. Bu mavzuda biz nevropatolog, neyropsixologimiz Eson Turdiyev Mirsayit Qo'ldoshovich bilan suhbat qilamiz. Nega insonlarda turli xil a'zolarda har xil belgilar, kasalliklar uchrayveradi, lekin ular shifokorlarga borsa, shifokorlar yaxshisan, sog'lomsan deydi. Lekin bemorlar tuzalmaydi. Davo muolajalarini olishiga qaramasdan. Bugun shular haqida suhbatlashamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz psixosomatik kasalliklar. Mana juda ham ko'pchilik bemorlar bizga murojaat qilib keladi. Kardiologlarga, terapevtlarga, yurak qon tomiriga aloqador bo'lgan shikoyatlar bilan, ya'ni yuragim og'riyapti, nafasim yetmayapti, qornimda og'riq bor, o't sohamda og'riq bo'lyapti, pankreatitim qo'zg'ab qoldi, ichim ba'zan ketib qolyapti, ichim qotib qolyapti deb har xil shikoyatlar bilan keladi. Ba'zan yurak o'ynab ketadi, yurak tez urib ketish bo'lyapti, havo yetmayotganidan qon bosimi ko'tarilib ketish yoki qon bosimi tushib ketish holatlari bilan shikoyat qilib keladi. Lekin biz ularni ko'zdan kechirganimizda, ya'ni kardiologlar, terapevtlar ko'zdan kechirganimizda ko'p holatlarda kasalliklar aniqlanmaydi, chiqmaydi. Ya'ni bizga tegishli bo'lgan kasalliklar chiqmaydi. Bunday holatlarda bemorga to'g'ri tashxis qo'yish uchun albatta sizlarni, ya'ni nevropatolog, neyropsixologlarni yordami kerak bo'ladi. Avvalo aytsangiz, psixosomatika nima o'zi? Bu qanaqa kasalliklar? Psixosomatika degani o'zi psixo degani ruhiyat, somatika bu tana. Ya'ni o'sha ruhiyatimizni tanamizga ta'siri. Keyin boshlaymiz. Misol uchun, agar ruhiyatida o'zgarish boshlansa, tanada ham o'zgarish bo'ladi. Mana ruhiyatda o'zgarish bo'lyapti, misol uchun qanaqa ruhiyat? Surunkali stress, depressiya, charchoq, orqasidan nevroz yuzaga kelgandan keyin inson ruhiyati o'zgaradi. O'sha ruhiyatlar sekin tanaga ta'sir qiladi. Tanaga qanaqa ta'sir qiladi? Ta'sir qiladi deganda, endi mana hozir qarang. Ruhiyatni tanaga ta'siri deyapsiz-ku. Masalan, nega shu psixosomatika bilan, ya'ni nega bunday bemorlar yuragi og'rib turib, yurak sohasida og'riq şeylarni sezadi, lekin yuragida o'zgarish chiqmaydi. Keyin unga o'tamiz, ana endi boshlandi. Bu holatda, misol uchun yuragida kardiologlar ko'rdi, yuragida o'zgarish yo'q, chuqur tekshirdi, hamma tekshiruvdan o'tkazilib, yuragida muammo yo'q degandan keyin, misol uchun nevropatologlar murojaat qiladi. Biz tezroq xulosaga kelamiz. Demak, yuragida muammo yo'q. To'g'ridan to'g'ri ruhiyatini tekshirishga yoki ruhiyatini sog'lom yoki nosog'lomligini farqlash uchun shunaqa savollar berish boshlaymiz. Uni tekshirish yo'llari qanaqa bo'ladi? Xo'p, hayotingiz davomida stresslar o'tkazganmisiz? Ha yoki yo'q? Ha, o'tkazgan. Keyin tushkunlik kayfiyatiga tushganmisiz? Ha, tushganman. Sizda keyin qo'rquv, xavotir, vahimalar doimiy bezovta qiladimi yoki har zamonda bezovta qiladimi? Yoki tez asabiylashish, jahldorlik, betoqatlik, hammasi bormi yo'qmi deb so'raladi. Agar bularni ko'pini tasdiqlab, hammasi bor yoki 50-70% bor deb tasdiqlasa, demak ruhiyatda o'zgarish bor. Bunda depressiya bor yoki nevroz bor deymizda, keyin uni to'g'ridan to'g'ri yurakka qanaqa ta'sir qilishini ko'rsatib beramiz. Chizma shaklida ya qanaqadir funksionalniy holatda ko'rsatib berib, isbotlab bersak, ya'ni bemorlar o'shani tushunib yetsa, kasallik 50% tuzalgan bo'ladi. Ko'p kishi o'sha qabrimizda o'tirgan joyini o'zida chiqib ketmasdan, "Uje men kasalligimni tushundim, deyarli tuzaldim" deb chiqib ketadi. Deyarli deganda 70-80%. Qolgani qo'shimcha dori-dormonlar, ozgina shu psixologik suhbatlar bilan chiqarib, psixoterapiya deyiladi, shu bilan chiqarilib bemor to'liq tuzalishga erishamiz. Hozir men tushunmay qoldim. Hozir ko'p narsani aytdingiz-da, nega ularda ruhiyatida o'sha, ya'ni ruhiy muammo bo'lganda nega yurak sohasida og'riq bo'lyapti unda? Nega yuragi og'riyapti, bosh og'rimayapti? Aslida hozirgi kunda bemorlar avval yurak sanchig'i degan tushunchani bilmasdi.
hozir shuni yurak sanchig'i, yuragim og'riyapti, sanchyapti deb keladi. Bu narsani aslida ko'pincha hozir bemorlar ko'pi, ya'ni stenokardiya belgisini bilib olgan, ya'ni qanaqa qarindosh urug'ida ko'radi yoki telefonlarda, gadjetlarda ko'rib shu narsani o'zida shakllantiradi. Keyin bizga to'g'ridan to'g'ri to'liq o'sha stenokardiya belgilarini ta'riflab beradi. Stenokardiya yengil og'riqlar bo'ladi, chap qo'liga beradi, kurak orqasiga beradi, jag' ostiga beradi og'riqlarni xuddi shunday shakllantirib aytib beradi. Endi ular agar shuni bilmaganda u og'riq nimaligini tasavvur qilmasdi. Bu eskitdan bor, yuragim og'riyapti desa kardiologga chopish. Bu shuning uchun ham ko'p bemorlar yoki oddiy insonlar yuragim sanchyapti deb bitta savol berib qo'yadi, nevropatolog yoki vrachlarni ko'rganda. Bunga sabab aslida yuragida og'riydigan, agar kardionevrozda yoki haqiqiy kardiologik muammosi bo'lsa, buni farqi bor og'riqlar turini. O'zingiz bilasiz, kardiologsiz haqiqiy stenokardiya og'riqlari bitta sanchib o'tib ketmaydi hech qachon. Bularda bitta sanchib har zamon bo'lib qoladi deydi, bo'ldi. Keyin masalan bunaqa holatlar yolg'on og'riqdir. Yolg'on og'riq bo'lyapti-da. Demak, bu yerda o'sha nevrologik muammo borligi uchun yurak sohasida og'riqni sezyapti, lekin aslida muammo biz bilamiz endi kardiologlar u yerda yurakda muammo yo'q, aslida yo'q. Endi yana bunaqa holat bo'ladi. Masalan, bemorlarda ba'zan bo'ladi, bir yuragi og'riydi, bir oshqozoni og'riydi, bir nafas olishi qiyin bo'ladi, bir boshqa a'zosida muammo bo'ladi. Xuddi bunday qarasa chekadan hamma a'zosi kasaldek. Lekin tekshirsa hamma a'zosi sog'lom chiqadi. Vrachlarga boradi, siz sog'lomsiz, nevropatolog ko'rining deydi, boshqa deydi. Tekshiruvdan o'tib yuraveradi. Bizning oldimizga ko'p paketlar bilan, ko'p tekshiruvlar bilan keladi. Nega bunaqa bo'ladi? Bemorlarda ishonch degan narsa bu alohida katta mavzu. O'sha ishonchni, ya'ni bemordan vrachdan vrachga aylanib yurishining sababi, bitta vrachga borganda bemor to'liq ishonch hosil qilmaydi. Doim shunaqa, nevrozni shunaqa olib yuraveradi. Agar sizni yuragingizda muammo yo'q deb kardiolog tushuntirib, uni rosa ipida ignasigacha tushuntirib bersa ham ko'ngli to'lmaydi. Sizda kasallik yo'q deyishi bilan u vrachdan shunday yuz o'giradi. Ya'ni ishonchi bo'lmaydi. Sababi u bemorga qandaydir yo kasallik chiqarib berish kerak, kasallik chiqarganda ham yengil kasallik tuzalib ketasan deb aytish kerak. O'shanda vrachga ishonib boshlaydi, lekin yo'q narsani biz yo'q deb aytamiz-ku endi. O'shanda keyin ishonchsizlikdan ikkinchi vrachga boradi, uchinchisiga boradi. Mana shunday qilib bir paket naqalar bilan, tekshiruvlar bilan, analizlar bilan keladi oldimizga. Bir nechta joyida og'riq paydo bo'lishiga sababchi? Bir nechta joyda og'riqlar paydo bo'lishi aslida hatto bizda o'sha miyamizdan hamma nervlar, ya'ni vegetativ nerv sistemalar bor. O'sha vegetativ nerv sistemalar butun ichki a'zomizga, o'sha ko'zdan tortib oyoq siydik pufagigacha ichki a'zolarda yurak, o'pka, nafas yo'llari, oshqozon, ichak, o'tqopi, jigar hamma sohaga nervlar tarqalgan bo'ladi. Shundan agar bitta kuchli stress bo'lsa, ta'sirlanish degan narsa bor. O'sha ta'sirlanganda tanamizda biror joyda ozgina urib olsak yoki nimadir bo'lsa og'riydi-ku, bu ham xuddi shunaqa narsa. Uning uchun o'sha yer zarba tegish shart emas. Ta'sirlanadigan joyini hech kim oldin ayta olmaydi. Kimdir aytganimda yuragim ta'sirlanyapti deydi, kimdir ichagini, kimdir tanada yoki har joyda ko'chib yuruvchi og'riqlar bo'ladi. Ya'ni boshdan tortib oyoqqacha hamma joyda. Avval misol uchun belida grija o'tkazib, haqiqiy og'riqni tasavvur qilgan bo'lsa, o'sha narsani miya kopiya qilib oladi. Ya'ni o'sha narsani miyada o'tkazib, shu jarayonni o'tkazganki haqiqiy og'riqlar. Lekin keyinchalik 10 yilmi, 5 yildan keyin nevroz bo'lgandan keyin xuddi shu joyda og'riq paydo bo'ladi. Xuddi o'sha grijaning og'rig'i. Lekin aslida grijaning og'rig'i o'sha holat. Lekin tekshirsa grijani hech qanday hozircha belgilari yo'q. Simptomlari bor, tekshiradigan, uni yolg'on rostligini ajratib olamizda. O'sha og'riqni o'sha joyda yaratib beradi. Yoki tanalarda har joyda, misol uchun avval o't qopi og'rigan bo'lsa, o't qopi og'riydi, endi shamollashda tabiiy holat. O'sha o'ng tarafda qovurg'a ostida orqaga berib og'riganda yoki buyrak og'risa yoki tanalarda qanaqadir eski shamollashlar tufayli ko'krak sohasida orqalarda og'riqlar bo'lsa, o'sha joyda bo'layotganini miya kopiya qilib oladida, keyin nevrozga uchraganda shu joylarga sekin stimulni og'riq beradi. Keyin o'pkam og'riyapti, yuragim og'riyapti, oshqozon ichagim og'riyapti degan savollar bilan bemorlar qo'rqib, keyin doktorga chopishga majbur bo'ladi. Lekin yana bitta narsani alohida aytishimiz kerak. Masalan, bunaqa funksional kasalliklarda avval bu funksional kasallik tashxisini qo'yishdan oldin albatta organik kasallikni, ya'ni haqiqiy kasalliklarni inkor qilish kerak. Masalan, yurak sohasidagi og'riq bo'layotganini
biz bo'ldi buni somatonevroz yoki bu funksional og'riq ekan deb darrov xulosa chiqarishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Uni albatta kardiolog shifokor ko'rib, bu yerda ishemiya yo'qligini aniq ishonch komil qilgandan keyin uni somatonevroz yoki funksional deyish mumkin yoki oshqozon ichaklarida ham bo'layotgan jarayonlarda. Buning uchun o'sha tajribali malakali mutaxassis avval inkor qilib, keyin ular inkor bo'lgandan keyin funksional kasallikka o'tish kerak bo'ladi. Albatta, mana shu holatga juda ham chuqur urg'u berib ketishimiz kerak. Bu shifokorlar uchun ham, bemorlar uchun ham, hamma uchun yaxshi tavsiya bo'ladi, eslatma bo'ladi. Yaqinda shunaqa voqea bo'ldi. Bemorni tomog'imga narsa tiqilgandek holat bo'lyapti, deyapti. O'zi aslida tomoqqa narsa tiqilish stenokardiya ham, yurakdagi ba'zi bir o'zgarishlar, ishemik holatlarda ham, tomir stenozlarda ham shunaqa belgi beradi. Nevroz holatda ham xuddi shunaqa holat beradi. Ya'ni qanaqa yurak urib ketib, tomoqqa narsa tiqilgandek bo'lib, xuddi bir yong'oq tomog'i tiqilib turibdi, ketmayapti degan shikoyatlar bilan ko'p bemorlar keladi. Bu ikkala simptom bir-biriga juda yaqin. Mana shunaqa shikoyat bilan kelyapti. Endi haqiqiy kardiologik ishemik holatda ham holat bo'ladi, asabda, nevrozda, boyagidek somatonevroz holatlarda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. Bunaqa holatni o'tkazib qo'ymasligimiz kerak. Обязательно kardiolog tekshiruvi, juda chuqur tekshiruvlar o'tkazishimiz kerak. Negaki bu ishemik holatni aniqlashda chuqur tekshiruvlar talab qiladi. Ularni o'tkazib, tasdiqlab, keyin nevrologik lecheniyalar boshlash kerak. Yana bu holat, ya'ni endokrinal holatda ham bo'ladi, ya'ni tugunli buqoq holati bo'lsa yoki tiroiditlar bo'lsa, tomoqqa, ya'ni u shishga hosil qilib og'riq berib turadi yoki shu tomoqqa narsa tiqilganda bo'lib turadi. Bunda ham ko'pincha endokrinologik tarafdan ham inkor qilib olib, keyin endi nevrologik tarafdan lecheniya qilsa to'g'riroq bo'ladi. Demak, bitta mutaxassis bilan cheklanib qolish kerak emasda, bir qancha mutaxassislarni ko'rigidan o'tib tavsiyasini olish kerak bo'ladi. Mana nima bu somatonevroz yoki funksional holatmi? Masalan, biz talabalikda leksiyada o'tirganimizda, masalan, shunaqa holat bo'lardi. 70 kishi, 80 kishi leksiyada o'tirsak, appenditsit haqida xirurg mavzu o'tayotganda appenditsit belgilarini aytsa, o'sha yerda o'tirgan talabalardan bir nechtasi o'zidan appenditsitni gumon qilib, menda mana bunaqa bo'luvdi, menda appenditsit bor ekan shekilli deb borib tekshiruvdan o'tganlar ham ko'rganman-da. Ya'ni o'zi talaba leksiya eshitib turibdi, belgilarni eshitgandan keyin o'zida shu kasallik bor deb o'ylayapti. Borib tekshiryapti. Buni sababi miyani bitta xususiyati, e'tibor qayerga qaratilsa, shu yerda juda ham yoritib beradi. Mana bunaqa tushuncha borda. Ya'ni o'sha yerda boya leksiya davomida appenditsit hamma belgilari, shikoyatlari aytilgandan keyin u o'zi asli bizning hayotimizda doim bo'ladi. Nega? Ichak ta'sirlanadigan holat. Nega? Issiq, sovuq ichamiz, har xil toksinli ovqatlar aralash yeymiz, og'ir, yengil. O'sha paytida ham o'zi o'sha appendits sohada, qorin atrofida shunaqa og'riqlar doimiy bo'ladi. Faqat biz nima qilamiz? Odatiy hol deb e'tibor bermay, miyamizda unaqa fikrni chiqaramiz. Lekin appendits haqida chuqur ma'lumot aytib, uni asorati haqida nimalarga olib kelishini aytganligi uchun ozgina insonda qo'rquv paydo bo'ladi. Qo'rquv paydo bo'lgandan keyin butun e'tiborini, diqqatini o'sha appendits joyiga, appenditsni belgilariga e'tibor beradi. Natijada bu bo'layotgan jarayonni kuchaytirib, mana shu menga appenditsga o'xshash belgilar bo'lyapti deb keyin tekshiruvdan o'tishga majbur bo'lgan. Keyin mana bu holat mana hozir bemorlar keladi. Bizda masalan kardiologik og'riqlarda, infarktning og'riqlarida shunaqa belgi borki, o'limdan qo'rquv hissi. O'limdan qo'rquv hissi. Lekin bemorlar keladi, ularda infarkt yo'q, yuragi sog'lom, lekin funksional kasallik bilan, sizlarning kasalligilar bilan ularda o'limdan qo'rquv yuqori. O'lib qolaman, meni vrachlar topa olmayapti tashxisimni, menda qanaqadir og'ir kasallik bor deb qidiraveradi. Shunaqa shikoyatlar bilan ko'p kelishadi. Xo'p. Inson bemorlarni juda ko'p statistika qilganmiz, ya'ni qanaqa? Ko'proq nevrologik kasalliklarda endi o'zi hammada o'lim hissidan qo'rqish bor endi. Aynan nimaning o'limidan? Infarkt o'limi. Negaki infarkt o'limi tez insonni og'irlashtiradi yoki rostdan ham o'tib qolgan holatlar bo'lgan. Dunyoda ham yurak qon tomiri bo'yicha o'lim ko'rsatishi ham yuqori. Shuning uchun ham inson miyasiga birinchi zarba beradigan gap shu yurak qon tomiridan o'tibdi, infarkt bo'ldi degan gapdan qo'rqadi. O'shaning uchun ham nega insult bo'lib o'tib qolibdi degan gapdan unchalik cho'chimaydi-da, lekin aynan yurakdan, infarktdan o'ldi degan tushuncha. Lekin ikkalasi ham inson hayotiga og'ir ta'sir qilishi mumkin. Lekin yurak deyishning sababi bu avvaldan miyaga singdirilib kelgan narsa.
yurak qon tomiridan o'tilgan infarkt og'ir holat, shu holat miyaga singdirib kelaverganligi uchun birinchi navbatda shu yuragimda muammo bor, shu yuragimda o'lib qolaman, yuragimda shu infarkt belgilari bor menda deb tezlikda shu doktorga murojaat qilib keladi, lekin tekshiruvlarda hech narsa chiqmaydi. Keyin ba'zi birlari ba'zi holatlarda bo'ladi, shifokordan o'tgandan keyin, tekshiruvdan o'tgandan keyin yaxshi chiqsa, kasalliklar boshqalar chiqmasa, ba'zilarda shunaqa tushuncha fikr paydo qiladi, o'zidan onkologik kasalliklar qidiradi-ku. Menda demak onkologiya bor shekilli, yomon kasallik bor shekilli deb shunaqa fikrda ham yurishadi. Bu ham xuddi boyagi yurakka aytgan narsam, onkologiya juda ham og'ir o'tkazib hayotini shu 3 oy, 6 oy umri juda qisqa bo'lib, ular tushuncha biladi. Ya'ni onkologik kasalliklardan tez ketishini, o'lim ko'rsatishi yuqori bo'lishini buni ham biladi. Mana shu gap isboti bilan, ya'ni yurak qon tomir onkologik kasalliklar bilan o'lim ko'rsatishi yuqori. Mana shu ikkita narsadan qo'rqadi. Ya'ni boshim og'riyapti, boshim qiziyapti, qo'ymayapti, boshim aylanish kuchayib ketdi desa, hech qanday vrachni tekshiruvsiz borib MRT qilib qo'yishadi. Sabab o'sha miyasida menda onkologik holat yo'qmikan degan fikr keladi. Nega oshqozon ichagini yoki boshqa joyini qidirmaydi? Aynan miyada onkologik holat ko'proq, shundan ko'rsatish yuqoriroq, bir yomon o'lim holati kuzatiladi deb birinchi MRTga bosh miyani tushirishni boshlaydi. MRT tushkisi kelaveradi. MRT. Agar bemorga tavsiyasiz ham koronografiyaga joyi kelsa, ba'zi bemorlar ketib qolgan, yuragida og'riq bo'lsa, unga vrach tushuntirgan, siz yuragingizda muammo yo'q, ishemik holat ham yo'q, stenokardiya yo'q deb isbotlab aytgandan keyin ham xohishi bilan koronografiya tekshiruvdan o'tgan. Unda ham toza chiqqan. O'sha qo'rquv o'shani yetaklab boradi. Shuning uchun insonda bu qo'rquv, xavotir, vahimasi bo'lsa, mana shu somaton nevroz bilan ayniqsa kuchli bo'lsa, tanasidagi har bir a'zoga juda kuchli e'tibor berib, har birini iloji bo'lsa tekshiruvdan o'tkazsam degan fikr yotadi miyada. Tekshiruvdan o'tkazib hammasini toza deb aytsangiz ham yana nimadir qilgisi keladi. Qayta tekshiruvdan. Bu aslida to'g'ri, tekshiruvdan o'zi stabilniy 6 oyda, 1 yilda o'tib tekshirib turgan ma'qul, lekin keragidan ortiq tekshiruvda o'zi aslida keragi yo'q. Ya'ni bemor juda ham keragidan ortiq tekshiruv qilib qo'yib, o'zini qo'rquvini, xavotirini yana ham kuchaytirib qo'yadi. Chunki uni javobini topolmagandan keyin yana ham qo'rquvini, nevrozini kuchaytirib qo'yadi. Endi mana shu, ya'ni funksional kasallikni, somaton nevrozni organik kasalliklardan farqlovchi o'zini belgilari bor, masalan bitta belgisi aytganimizdek yuqorida tekshiruvlarda organik kasalliklarda, ya'ni yurak kasalligi bo'lsa yurakda o'zgarish, oshqozon kasalligi bo'lsa oshqozonda o'zgarish, ichak kasalligi bo'lsa ichakda o'zgarish tekshiruvda albatta chiqadi. Qanaqa chiqadi? O'sha nimaga, shikoyatga mos tarzda chiqadi. Bu kasalliklarda bo'lsa bu tekshiruvlar hammasi qayerni tekshirsa ham yaxshi chiqaveradi, lekin boyagi shikoyatlar saqlanib qoladi. Shunga o'xshash o'ziga xos belgilari bormi? Masalan, bemorlar o'zini tekshiruvdan boshqadan o'tkazib yuribdi, kasallik chiqmayapti, yana qaysi belgilar bularda somaton nevroz yoki boyagi funksional buzilish borligini anglatadi? Xo'p. Uni o'zi savol javobi bilan, ya'ni tekshiruvlarda hammasi toza chiqib, hech qanday o'zgarish ko'rsatmaslikning o'zi biz uchun katta ma'lumot. Biz faqat shu yuragida muammo yo'qligini ko'rsatib berishimiz kerak yoki isbotlab berishimiz kerak. Uni bir necha xil yo'nalishlari bor. Birinchi o'sha psixoterapiya yoki kasallik mazmunini tushuntirib yetkazish. Uning uchun maxsus o'sha sxemalari bor. O'sha sxema tarzida bemorga qanaqa qilib o'sha bog'lolmaydi ko'pincha. Qanaqa? Misol uchun yuragim bu tarafda bo'lsa, sen nevrozsan, nevrozing hisobiga yuraging og'riyapti desa ishonmaydi. Uni og'zaki gapirtirish bo'lmaydi. Ishonmagandan keyin bu bemor tuzalmaydi. Birinchi ishontira olish kasalligi nevroz orqali yuzaga kelayotganligini ishontirish, o'sha maxsus sxemalari bor, o'sha orqali tushuntiriladi. Uning uchun bemorda yuraging sanchyapti emas, uni o'sha ba'zi bir savollari bor, ya'ni qanaqa? O'sha qo'rquv, xavotir, vahima, tushkun kayfiyatlik, tez asabiylashish, jahl chiqishi, betoqatlik, bitta joyda tura olmaslik, uyqu buzilishi, miyada o'y, xayol, fikrlarning bo'lishi, bu birinchi etapda o'sha nevroz belgilari. O'sha nevroz belgilari boyagidek somaton nevrozga o'tishni boshlaydi. Ya'ni qanaqa? Keyin nafasim siqyapti, havo yetishmayapti, yuragim urib ketyapti, davleniyam oshib ketyapti yo tushib ketyapti, og'zim quriydi, ko'zim parda tortgandek xiralashish bo'ladi, oshqozon ichaklarida qorin dam bo'lishi, kekirish, ichaklarimda og'riqlar, ich qotish, ich ketish, mana shunaqa shikoyatlar bilan kelishadi. Bu yerda ajratib olishni yo'li tekshiruvlar
hammasi isbotlaydi. Buni bitta oldiga qo'yamiz. Mana hamma tekshiruvlar toza. O'shanda ham ishonmaydi bemor. Ikkinchisi, boya kasallik mazmunini tushuntiramiz, bog'lab, ya'ni mana sizni kasalligingiz mana shu tufayli kelyapti deganda ham 50% ishonadi. Ha, bo'lishi mumkin ekan bunaqa. Lekin baribir ham yana ham nimadir bor deb nima qilinadi. Uning uchun keyin psixoterapiya. Ya'ni ruhiyatni to'g'rilab olib, keyin yana kasallik mazmunini tushuntirib, oldiga keyin yana tekshiruvlar toza chiqqanini ko'rsatsak, o'shanda ancha bemorlarimiz ishonib, ya'ni haqiqatdan ham yuragida emas, asabida muammo borligini tan olsa, bemor tuzalib ketadi. Bunaqa bemorlarga isbotlab berish yo'llari, birinchidan juda ko'p tekshiruvlarning bo'lishi, keyin juda ko'p shifokorlarga borgan va o'sha shifokorlar yozib bergan yoki yozib bergan muolajalar natijasida hech qanday o'zgarish bo'lmaganligi. Davolangan bo'lsa ham samara olmagan bo'ladi. Oshqozonga, yurakka davolanadi, effekt olmagan bo'ladi. Va o'sha bemorlarda yaxshilab e'tibor bersak, insonga doim unaqa juda ko'p tanaga 3-4 xil kasallik bermaydi. U poliorgan yetishmovchilik boshqa kasallik. U bemordan so'rasak, bitta yuragidan tashqari hamma joyda shikoyat bo'ladi. Lekin unaqa bo'lmaydi. Bu psixosomatikani isbotlab beradi, hamma joyda muammo borligini, lekin unda bitta dard bo'lishi kerak insonda. O'shan bilan ham bemorga aytamiz, sizda bitta dard beradi. Bu dardni sizga miyangizga, ruhiyatga berilgan. Lekin tanangizga har bir joyingizga bunaqa kasallik berilishi mumkin emas deb isbotlab beradi. Ular shunaqa keladi-da, yuragim kasal, jigarim kasal. Jigar, har bir joyini aytsak shikoyat bor. Unaqa bo'lmaydi aslida. Bu narsani faqat bitta joy beradi, ya'ni ruhiyat, asabda muammo bo'lsagina tananing har bir joyiga kasallik beradi. U yolg'on kasallik bo'ladi. Suhbatimiz davomida bilganingizdek, kasalliklar har doim ham a'zolardagi o'zgarishlardan bo'lavermaydi. Ya'ni ichki a'zolarda og'riqlar, shikoyatlar, belgilar kuzatilyaptimi? Bu degani aynan shu yerda kasallik bor degani emas. Bu boshqa o'zgarishlar bilan, vegetativ buzilishlar bilan, funksional kasalliklar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizda yoki yaqinlaringizda turli tuman belgilar, shikoyatlar qayta takror kuzatilyaptimi? Shifokorga borsangiz ham aniqlanmayaptimi? Davolansangiz ham o'tib ketmayaptimi? Demak, yuqoridagi kasalliklar bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda yuqoridagi mutaxassislarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda bu kasalliklar bilan bog'liq savollar tug'ilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.